4-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar. 104 mi bu motor? 111 ha bu. 111 motor qo'yilgan akalar. Tikoni puliga berib yuboraman deyapti akalar. Qani, ko'ramiz narxini. Mercedes so'raganlar bo'lsa, telefon qilinglar, chiroyli narxga beradi. Hamma yo'g'i joyida. Rasxod yo'q, metanda ekan mashina, ha? 4-paketli metani bor akalar. Nechtalik metan? 80 talik akalar. Mana Mercedes minormonlar bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Mana. Ko'ringlarchi akalar. Alloh qo'lla telefon qilib kelishib olsangiz ham bo'ladi. Mana. Mana metan akalar, orqasida metani bor. Bu yerda nima bor ekan? Bizim nimasi bor ekan? Zadniy kamerasi bor akalar. Ko'ringlar. Olida qollar uchun bitta ko'rib o'rmaslar. Ishlaydi, ha? Arqa kamerasigacha ishlaydi deydi. Bu qayerdan ko'rasiz arqa kamerani aka? Ulab oladi. Ha, ulab oladi. Nima qo'yapman? Ha, montajini tayyor qilib qo'ygansiz. Qanchaga beramiz aka? Bu derazalari ham elektriskiy ekan, ha? Kam yo'qmi? O'tib beramiz. 2 ga berasizmi naqd puli borga? O'tib berasiz, ha? Mana akalar. O'tib beraman deyapti. Telefon nomeringiz aka? 90'lik. Necha? 780 2951 raqamiga chiqaverasizlar. Qayerda aka mashina? Farg'onani mashinasi ekan mana. Generalni ham bo'ladi, ha? Bo'ladi. Bo'lardi aka. 2 ga naqqa berib yuboraman deysiz aka, ha? Yo'q, 2 ga beramiz. Qo'shadimi 2 ga? 2,5 dan tushib berasiz. 2 ning tepasida. Bo'lardi. 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Hyundai nima bu? Tucson mi? 2009. Mana bitta ko'ringlar akalar. Va kapotni ochingchi bitta ko'ringchi motorni. Motor nechalik buni? 2 li motor ekan. Ha. Gap yo'q. Qattiq ochiladi bu. 2 lik 4-paketli propan. To'g'rimi? Ha. Rasxod yo'qmi motorda? Yo'q. Ha, bezlari bor. Konditsioner bormi? Bor. Ishlaydimi? Ishlaydi. Ishlaydi, ha? Kraska qanaqa bunda? Kraskasi 50% bor. 50% kraskasi bor. Mexanika akalar. 367 ming yurgan. 367 ming yurgan. Mana sidinalari isiydi ekan akalar. Kruz kontrollari ham bor. Ha, kruz kontroli ham bor. Turbo balon tortadi, ha? 4 ta balon tortadi. Poliga qilingan ekan. Orqalarini ham ko'ryapman. Elektrik orqasi ham. Arzon qilib beramizmi buni? Beramiz. 6,5 dan tushib beramiz. Ana buni qaranglar aka. Hyundai Tucson. Ishqibozlari bo'lsa. Propanda. Nechtalik bu? 42 talik. Qancha yuryapti? Mana qasina ko'rma 4 kun bo'ldi. Qo'ygalanga, 4 kun bo'ldi. Ha, yurar endi 2 yil bo'lsa ham 300 yurar bu hech bo'lmasa. Motor atmosferni. Oldin benzinda bo'lgan bu? Aha. Konditsionerlar ishlaydi deysiz, ha? Ishlaydi. Propani bor. Hozirgi momentda teng bo'lib qolsa benzinda, qolsa propanda ketadi, ha? Qanchaga beramiz buni? 6,5 6,5 dan tushib beramiz. ozgina tushib beramiz, ha? Qancha qilishdi? Bozor. Qilishgani yo'q hali. Narx bo'lgan yo'q. Yo'q. Qancha endi 5 atrofida berib yuboramiz narx qilib. Ha, berib yuboraylik. Qancha beramiz axir? Ayting. 5,5 mi? Ya 6300 bo'lsa, 6 ming. Hech qancha tushib bermayapsiz. Ha, buni puliga normali nima beradi? Yil baland mashina beradi. 6 plus minus bo'laganda, ha? Telefon nomer. Nomer 50lik 50lik 377 377 33 23 raqamiga chiqishaveradi. Qayerdagi mashina? Marg'ilondagi. Generalni ham bo'ladimi? Yo'q, faqat aqalli. Faqat o'tkazib oladi, ha? Bo'ldi, faqat o'tkazib yuborasizlar ekan akalar mana. 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Lada Samara so'raganlar bo'lsa mana. Tiniqmi bu aka? Tiniq qoladi. Kraskasi oldi qanotida. Propan, ha? Propan 4-paketli.
shumkalari bo'lgan. Propani bor, 4-pokoleniya zapaskasi bor. Benzinga yuradi mashina aka. Kraskasi toza dedingiz, a? Dokumentlari joyida propanda. Dokumentlari joyida. Yurgani 150 ming. Yurgan 152 ming, ha? Qo'ynimdan bordi. Kraskasi mana shu joyda. Bitta shu yerda bor xolos, ha? Qani? Motor ходовой ishlari yo'q. Rol gidravligi, elektr. Faqat konditsioner yo'q xolos, ha bunda? Faqat konditsioner yo'q xolos aka. Ходовойлari joyida. Hadoylari yaxshi. Oliydagan insonlar bo'lsa telefon qilinglar, chiroq narxda bo'ladi akalar. Kelishtirib beraman deyapti. Maktablar ishlaydi aka. Necha pul qilib berasiz aka buni? Aha. Oxiri bo'lishni 3800 qo'yamiz. Bo'lari $3800. Kami yo'q. 4200 o'sha 4200. Ha, sal tushib bering. 3800 ga normal Nexia beryapti-ku, bilasiz-ku. Endi Nexia bilan g'ashli bo'lsa-da endi 3800 telefon qilishaversin. Kelishamiz, ha? Kelishamiz aka. Xudo Bo'ldi. Telefon nomer? Xo'p, telefon nomerimiz 99lik Hop. 907 42 92. Qayerdaki? Xo'p, Qo'shtepa. Qo'shtepa generalni berasiz, ha? Kerakli beramiz. Generalni bo'ladi ekan aka mana. Tak, Lada Priora so'raganlar. 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Prioramiz bu? Ha, mana. Ikkisi kameralar bor ekan, ha? Orqa ochiladimi aka? Qani bitta ochingchi. Kraska bor ekan, ha? Kraskasi bor ekan, ha? Afsona til bor, buni oling. Propan bor, ha? Propan aka. Mana propan nechtalik bu? 47 dan 48 dan buradan shunaqa. Propan mana. Ko'ringlar. Ha, odam bor ekan, ha? Odam bor ekan, ochmadim. Ko'ringlar. Hamma yo'q joyida. Rasxod yo'q ekan. Elektriskiy endi chipcha ishlar bor ekan, ichida, ha? Ishi bor aka. Hadovoy asosan ozgina. Qonunlar yaxshi ekan. Motor Kraskasini bir tekshirtirib olasizlar o'zlaring. motor tomonlama ishi yo'q. Motor taraflama ishi yo'q, to'g'ri. Propanmi bu ham? Propan. Yangi akkumulyator qo'yilgan. Lionda o'zinikidan. Bu, ha? Motorda muammo yo'q. Motorda muammo yo'q. Akkumulyator 1 oy bo'ldi oshib borsa qolganimga yangi. Chunki o'zim noyabrda keldim Rossiyadan. Qaytib ketaman yangidan keyin o'shanga sotib. Sotib yuryapsiz buni, ha? Bo'lardi. Shu tarafda shilingan joylari bor ekan. Endi o'zingiz uchun kraskasini bir qator tekshirib olasiz yoki telefon qilsangiz, o'zingiz ma'lumot berasiz, ha, to'lig'ini. Telefon nomeri 90lik 160 95 52. 95 52. Necha pul qilib beramiz buni? 3 minut o'tib beramiz. Ya, sal tushib bering, 3 minut o'tib beramiz. Naq qoladigan kelishamiz aka. Naqa qancha? To'ring muncha atrofida to'ring. Hozir siz aytmasangiz $1,500 puli bor ham chiqaveradi. $1000 puli bor ham chiqaveradi. Boshqaroqda Tepasiga o'tib beramiz aka. 2 plyusini qilib berasiz, ha? Bo'ldi. Telefon nomeri aytildi, akalar, telefon qilib kelishib olsangiz bo'ladi. 88-yilda ishlab chiqarilgan 06miz bor ekan. 06mi? 16 mana akalar, ko'ringlar. Metani bor ekan akalar. Motor rasxoti yo'q aka? Umuman rasxoti yo'q. Kraskachi endi. Yaltillatib tashlayapsiz aka buni? Yaltillatib. Bor o'zi uchun tekshirib olaveradi aka, ha? Bo'ldi. Tirikchilik, ha bu? Tirikchilik. Kolonkalari ham bor ekan orqasida, ha? Mana ish qo'zlari bo'lsa, mana. Eshikning yopilishini qaranglar. Kelik eshigidan endi bu ham aka, ha? Temir metan, zapaskasi bor. Mana pola akalar. Benzinga yuradi mashina. Mashina hozir benzinda teng bo'lib. Ayb yo'q hamman. Ayb yo'q. Ayb yo'q. Mana. Mashina holatini ko'rasizlarmi? Siz bilmaysiz qayerda kraska bo'lgan, ha? Qildigan. Ha, o'zingiz qilganmisiz? Butun olma. Necha pul qilib berasiz aka? Narxini. 2200 dan tushib beramiz. $2200 dan tushib berasiz. Kami bor. Necha pul qilishdi bozor aka? 1,5 ming tepasida. $1,500 tepasida bozor bo'ldi. Kelishilganingiz yo'q. Naq bo'lsa berib yuborasiz, lekin, ha?
Telefon nomeri 94 94lik 551 551 55 50 55 50 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Qayerdagi bu aka? Tashlaq. Tashlaqdiki. Mayli aka, bozor bersin. Hop. Mana yana bitta bor akalar. 88-yilda ishlab chiqarilgani bor akalar. Bitta ko'ringlarchi. Ma'qul bo'lib qolishi mumkin. Bu polni kraska, ha? Metani bor. Polni kraska. Bu motor qanaqa aka bu? 6 mi? Pollik. Hamma yo'q bor akalar. Ana. Orqasida kolonka, magnitofon, pollik, lindum, chexol hamma yo'q qilib qo'yilgan akalar. Minasiz faqat. Metani bor, zapaskasi bor akalar. Mashina benzinda yuradi. Mana tag akalar. Endi hozir benzinda. Nechta razvod qiladi aka bular? 10 ta. Necha pul qilib beramiz aka buni? 20 ming. Million. 20 million kami bor. Ozgina tushib berasiz. Telefon nomer? O'sha 94lik 551 551 55 50. 55 50 raqamiga chiqarasizlar, kelaman. Lada Priora so'raganlar 2008-yilda ishlab chiqarilganidan ko'rsatib beramiz. Zadniy kameralar bor ekan. Metan, propan? Metan aka. Bo'ldi. Kraskasi-chi buni aka? Bor kraska. Kraska bor, koja, ko'zi uchun teshib turaverasiz. Prostoy monitorlargacha bor ekan aka. Mana ko'ringlar. Tak, pullik, chexol hamma yo'g'i bor ekan. Bitta oldini so'rasak-ki. Ko'raylikchi. Mana. Motorda rasxod bormi aka? Rasxod yo'q, ha? Ochilmadimi? Ko'ringlar akalar. Keling aka, ochmay qo'ying. Ochib berasiz o'zingiz keyin. Tak. Elektriskiy ekan polni. Rol qo'yilganmi aka? Rol qo'yilgan ekan, ha? Koja, chexol pollik qilingan. Monitor qo'yilgan. Faqat bez konditsioner ekan. Yurgan qancha o'zi buni aka? Ishlamaymi? Nech pul endi hop narxi? Kami bor. Bermagansiz qancha bo'ldi? Ha, so'raga yo'q. Qancha atrofida beramiz aka? Yaqinroq qilib ayting. 3000 qimmat o'zi. Endi aka o'tib beramiz, siz 1000 dollar puli bor ham telefon qilaveradi-da, kelishaverasizmi? 2 atrofida plus minus bo'lsa, naqd pulga 2 ga bo'lmaydi. Bo'lmaydimi aka? Bering aka, bu o'z bozorni ko'rib turibsiz aka. Yangi yildan keyin vobshem bo'ladi aka. Telefon qilasizmi? Telefon nomeringiz? 93lik 93lik 041 041 72 84. 72 84 raqamiga chiqaverasizlar. Bo'lardi aka, bozor bersin. Aziz obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Ko'rib turganlaringdek, Qo'qon mashina bozoridamiz. Mercedes so'raganlarga, undan tashqari Lada so'raganlarga, Priora so'raganlarga 2000 ga qo'shganga sotaman deyapti mana shu Mercedes akalar. Video davomida ko'rishlari mumkin. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Birinchilardan bu ko'rsalaring, narxini ham birinchilardan savdolashasizlar akalar. Salomat bo'lasizlar.